Hozir o'g'il bolalardan narxi shunaqa bir arzon bo'lib ketganmiki, tepa-teng aytishyapti xotini bilan. Men erkak kishi edim, men sal balandroq turay, xo'p deb qo'ya degan gap yo'q. Sen xotingisan, xo'p deyishni bilmaysanmi? Aytayapti payg'ambarimiz, nima deyaptilar? Qiyshiq qovurg'a, birodarlar, biz aytgandaqa bo'lmaydi. Ukalar, yangi uylanadiganlar yoki uylanganlar, yangi uylanganlar. Sizlar aytgandaqa bo'lmaydi. Mana oqsoqollardan so'raylar. Ya bo'ladimi, hoji aka? Bo'lmaydi-da, to'g'rimi? Otangiz 60 yil, 50 yil turmush qilib, otangiz aytgandaqa emas eningiz. O'sha otangiz hikmat egasi ekan. O'sha kamchiligiga o'zini yumdi. Gap qaytargan bo'pti deb qo'ydi. Karim bo'ldi. Lutf bilan muomala qildi, oilasi buzilmadi. To'g'ri aytyapmanmi? Oson, shart qo'yib boshqasi uylanishlik. Bu chidamaslik ishi bu. Nasada shart talaqni berdim deydi. Ha, boblabsan. Sen chidamas ekansan.